Hazırki ali mektepte okugan balla 30 yılın aldıdaki tuluk otturunun ballarıyla okşaş. Aşınçık näse öğrenmeysizler. Burun daşa güteş testi dostlar. Maň edenniň içinden 50 gütdi. Resmi taskap yaman balını ılıg boldy. Hazır edemli olsa alıdı. Sebebi nime? Sebebi mektepni jip kurup savatsızlıkni tüketiş, halkning madaniyet seviyesini yuqori kötürüş. Madaniyet sapasını yuqori kötürüş üçin hergiz sizningki daşı okugandan keyin pul tapalayan tapanmaydiganligiňyzny munasabetsiz o. Mana enek bileňler dostlar. Daşyda okugan çokum pul tapady diye usruq gap o. Ondan hazır toxtumay daşöler qurilyp atydy. Yaman jig. O daşöningki seviyesimi tüven. Şuna balllarını mektep okugandan keyin diplom şullam okusa hiç narsa öğrenmeydi. Balla qo'shimcha bir narsa o'rganish kerak. Masalan, nima o'rganadi o? İngliz tili o'rgansin, yoki yapon tili o'rgansin, yoki german tili o'rgansin. Nima ishqa? Osh davlatliga berib xizmat epish uchun. Ikkinchisi, ma'lum bir hunar texnik o'rgansin. Masalan, nima o'rgansin? To'rning ishlarini o'rgansin, zin'an yozishni o'rgansin, surat tortishni o'lchamlik o'rgansin, kirishtirishni o'rgansin, AI bilimlarini o'rgansin, 100 xizmat topalaydi. Uni o'rganmaydi u. Hazır daşı ballarının 95%'ni uygunlagan näsi tılpın oynaş, uyan. Kecha uxlamaydi. Uyan oynaydı. İkincisi, muhabbatlashishni o'rganadi. Uchinchisi nima o'rgandi? Razıq beqama. Daşı o'qigan balaning ko'pinchilari bir narsa o'rganmaydi. Ham o'rganish niyatim yo'q uning. Şuna mening balam daşı o'qigandan keyin xizmat tep qalsin deydigan ata-onalar mush filmni balanglarga ko'rsatib qo'ygan. Jahonbek vahshiy rahimsiz. Men daşı o'qiganda vaymay tushishni yoqtirmay, numus qilib, vaymay tushishni numus qilsangiz texim pul topamaysiz. Daşıda o'qiydigan vaqtida agar men chet elga chiqishni orzu qilsanglar, shu sizlar chiqmoqchi bo'lgan davlatning tilini bilib o'rganinglar. Masalan, Germaniya misal olaylik. Sizlar german tilini yaxshi bilsanglar, Germaniyaga berib haqsiz o'qiy olaysizlar. 100 xizmat topalaysizlar. Muqarrar xizmat topalaysizlar. Agar men 20 yosh bo'lgan bo'lsam, ashta qildim. Mening filmimni ko'proq ko'ringlar. Men nurg'un ishlanimki, sababini ham nima uchun shunday bo'lganligini, qanday qilsam bo'lganini deb beraman. Aras, pushtingni ag'riydiganlar, cho'qim, men ayrimizdan 60 ko'yga 2 tal may sepirman. Pushtingni yalsanglar ag'rimaydigan bo'ldi-mu? Su vaqtini ag'rigan qat ag'rimaydi. Nereden ag'rishdan qat nazar?